Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, akamizlar yangi mana Nissan L9 Ultra mashinasini olishdi. Alloh xayr qilsin. Xo'p, bagajlarga mana shunaqa karbon nakladka yopishtirib berganmiz va polni sizina orqasidan yopadigan mana shunaqa orange bagaj poliklardan yozib berdik. Xo'p, bundan tashqari klipsida mana shunaqa uzukka moslab turib glansli birzaliklarni ustunovka qilib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi. Va albatta har xil hasharotlar kirib, radiatorlarni rasvo qolmasligi uchun mana shunaqa mayda setka juda sifati yaxshi bo'lgan glansli radiator setkalardan ham ustunovka qilib berganmiz. Va albatta mana salon qismiga e'tiboringlarni qaratamiz. Xo'p, paroglariga mana shunaqa двойной karbon nakladka yopishtirib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi va albatta mana shunaqa двойной o'zini salon poliklaridan ham yozib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi. Gilamlari ham ancha chang ko'taradi. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tanlovda adashmaysizlar, bizga murojaat qilaverasizlar.